zakaz tikayotganimdan beri hech bunaqa holat bo'lmagan edi. Shunaqa ko'ylak bilan abaya unga tushadigan abadok zakaz oluvdim-da. 15-20 kun oldin zakaz olgan edim. Materiallarini kasal bo'lib qolgan paytim bora olmasdan onlayn zakaz qilib qo'ydim. Zakazni topshirishim kerak bo'lgan kundan 3 kun oldin tikishni boshladim va mana ko'ylakni tikayotganimda orqa joyini overlock qilayotganimda ko'ylakni ham qo'shib overlock qilarsam-da qizlar. Matodan ham qolmagan. Qolgan 30-40 cm qolgan. Undan chiqara olmayman de orqani. Keyin bir kun kutdim-da, ertasi kuni bozorga yana zakazlarim uchun tushdim. O'zi tushishim kerak emas edi. Zakazlarim uchun tushdim va materialdan yana 1,5 metr olib keldim. Bu Mativi Atlas. Abayasini qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Toshlarni bittarab yopishtirib chiqdim. Mana mana shu ko'ylakni ham tayyor qildik. Orqasida buni mana shunaqa korsetning joyi bor. Xohlaganingizcha tortib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ko'ylagim Xorazmga ketdi. O'zimni tanishim uchun sinasini to'yga kiymoqchi ekan, o'shanga tikib berdim. Uliga ham juda ham chiroyli bo'lib yoqdi. Sizga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Profilimda to'liqroq obzor videosi bor ko'ylakni.